Do'stlar, qaranglar, biz hozir qayerga keldik aka? Yangi yo'lga keldik. Saidnur shirinliklariga akamiz chaqirdilar mana. Aka, qayerda bu? Nima joylashgan? Bu Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar massив mavzusi. Mana do'stlar, Saidnur degan shirinliklar mana, ko'ryapsizlar. Aka, bitta fikr keldi-da menga. Mana shu nomini Nedik shirinliklar o'zgartirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qanchadagi harakat qilsak? 2 kun, agar 2 kunda mana shu kommentariyalarga o'sha iliq fikr qilib rostdan Saidnur shirinliklarini Nedik shirinliklarga almashtirish taklif bo'lsa, xudo xolasa, biz shu ukajonimiz bilan maslahatlashib, shirinlik olamini juda ham kengaytirib, Nedik shirinliklari qilib butun dunyoga tanittirmoqchimiz. Akamiz haqiqatdan Nedikning muxlis ekan. Saidnur shirinliklar shuncha korobkalarni endi Yetkazamizmi keyin? Nedik shirinliklari deyapti. Davay do'stlar, agar kimga yoqsa yozinglar. qo'yinglar. O'zgartirsa nomini salaring, akamiz 2 kunda o'zgartirib berar ekan Nedik shirinliklari deb. Davay bossalaring, sizlar nima desalaring shu bo'ladi. Inshaalloh bu yog'i yaxshi bo'ladi. Akamizning nomerlar yozib qo'yamiz. Maslahatlarni bemalol yozib, Tatib ko'rganingizni ham ayting o'zingiz. O'zingiz tatib ko'rdingiz. yeb ko'rdi, azza qilib o'tirdi, akamiz mehmon qildi. Kattagan rahmat. Kuzatib turinglar do'stlar, javob yozib ketinglar.